Ijtimoiy tarmoqlarda Yulduz Usmonovaning qizi Nilufar Usmonovaning kutilmagan videosi ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi va internetni portlatdi. Azizlar, videoni oxirigacha ko'ring. Bu galgi videorolikimiz boshqalaridan tubdan farq qiladi. Xonanda Nilufar Usmonova onasi O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaga uy sovg'a qilganini o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Uy joylagan video postida quyidagi so'zlarni yozib qoldirgan: "Bugun onajonimga uy sovg'a qildim. Bilaman, u uchun eng katta boylik oilasining totuvligi, bizning va nabiralarning sog'ligidan boshqa hech narsa emas. Ammo rostini aytsam, men ham orzu va havas bilan yashaydigan farzandman. Shu kichkina orzuyim ro'yobga chiqqanligi uchun biroz maqtangim keldi. Albatta, bu onam menga qilgan yaxshiliklarning mingdan biriga ham teng kelmaydi. Ammo farzand sifatida hech bo'lmaganda bir yaxshilikni qilishga muyassar bo'lganimdan xursandman va bu quvonchni siz bilan bo'lishgim keldi." Eslatib o'tamiz, xonanda Yulduz Usmonova 12 dekabrda dunyoga kelgan. U har yili tug'ilgan kunida Umra safariga borishni odat qilgan deyiladi xabarda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.